Sting yangi ichimligini tatib ko'ring. Yorqin ta'm va tetiklantiruvchi quvvat, qulay va zamonaviy qadoqda. Sting har lahzani quvvatlang. Yevropa haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Agar siz hozir kanalimga obuna bo'lsangiz, men mushuklar uchun 1 gram yegulik ajrataman. Har bir yangi obunachi mushuklarga 1 gram taom degani. Demak, agar ushbu videodan 1000 ta obunachi kelsa, bu 1 kilogram yegulik ajrataman degani. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, mushuklarni to'ydiring va meni bankrot qiling. Yevropada 44 ta davlat bor. Yevropaning eng baland nuqtasi Elbrus tog'i, eng past nuqtasi Kaspiy dengiz sohillari. Yevropaning eng uzun daryosi Volga daryosi. Yevropa Avstraliyadan keyin ikkinchi eng kichik qit'a. Rossiya Yevropaga gaz yetkazishni to'xtatgan. Yevropa demokratiya vatani hisoblanadi. Yevropaning eng katta oroli Buyuk Britaniya. Yevropa AQSh va Xitoydan keyin 3-chi eng yirik bozor hisoblanadi. Rim imperiyasi Yevropaning katta qismini qamrab olgan. Germaniya eng zich aholi yashaydigan davlat hisoblanadi. O'rta asr qal'alari hanuz ko'plab davlatlarda saqlanib qolgan. Italiya zaytun moyi ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. Irlandiya Yevropaning IT kompaniyalari markazi hisoblanadi. O'rta asrlar Yevropada deyarli 1000 yil davom etgan. Andorra o'z armiyasiga ega emas. Yevropani sivilizatsiyaning bevaqt joyi deb atashgan. Lyuksemburgda 3 ta tilda gaplashishadi. Protestant reforma Germaniyada boshlangan. Lotin tili ko'plab Yevropa tillarining asosini tashkil etgan. Yevropaning eng katta ko'li Ladoja ko'li. Fransuz inqilobi butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan. Ikkita jahon urushi ham Yevropada boshlangan. Sovuq urush Yevropani sharq va g'arbida bo'lgan. Yevropaning eng katta davlati bu Rossiya. Eng kichigi esa Vatikan. Eng kichik orol davlat Malta. Birinchi temir yo'l Buyuk Britaniyada qurilgan. Yevropada o'rmonlar 100 yil oldinga nisbatan ko'paygan. Yevropa dunyoga Olimpiya o'yinlarini sovg'a qilgan. Yevropada taxminan 200 ta til mavjud. Eng ko'p tarqalgan til bu rus tili. Shvetsariyada 4 ta rasmiy til mavjud. Bask tili noyob va boshqa tillarga aloqasi yo'q hisoblanadi. Yevropada ko'plab dialektlar mavjud bo'lib, ular standart tildan ancha farq qiladi. Yevropada eng ko'p bilingvizm jamiyatlari yashaydi. Irland tili deyarli yo'qolgan edi, lekin hozir faol ravishda qayta tiklanmoqda. Eng yirik muzeylar Yevropada mavjud. Eng yirik avtomobil sanoati Germaniyada. Eyfel minorasi Parij ramzi bo'lib 1889-yilda qurilgan. London Toweri Yevropaning eng qadimiy qal'alaridan biri. Venetsiya suv ustida qurilgan shahar. Afina Parfenoni 2000 yildan ortiq vaqtdan beri turibdi. Moskva Kremli Yevropaning eng katta qal'asi hisoblanadi. Praga 1000 minorali shahri deyishadi. Germaniyada 20 mingdan ortiq qal'alar mavjud. Yevropaning birinchi universiteti Bologna universiteti hisoblanadi. Oxford eng qadimiy faol universitetlardan biri. Nobel mukofoti Shvetsiyadan kelib chiqqan. Galileo Galilei Italiyada yashagan. Isaac Newton mexanika qonunlarini Angliyada ishlab chiqqan. Albert Einstein Germaniyada tug'ilgan. Yevropada birinchi bosma kitob Gutenberg tomonidan yaratilgan. Yevropa dunyoga elektr chirog'i, radio va telefonni sovg'a qilgan. Yevropa kosmik agentligi kosmosni faol o'rganmoqda. Yevropada ta'lim darajasi eng yuqori hisoblanadi. Yevropa ittifoqi 27 ta davlatni birlashtiradi. Yevro valyutasi 19 ta davlatda qo'llaniladi. Germaniya Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti. Sharqiy Yevropada daxlsiz o'rmonlar saqlanib qolgan. Shvetsariya banklari va soatlari bilan mashhur. Fransiya vino ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. Italiya moda markazi hisoblanadi. Norvegiya neft va gaz boyligi bilan mashhur. Lyuksemburg dunyoning eng boy davlatlaridan biridir. Yevropa qayta tiklanadigan energiyani faol rivojlantirmoqda. Yevropada eng rivojlangan poyezdlar va metro tizimlari mavjud. Yevropa va Osiyo deyarli bitta qit'a hisoblanadi. Yevropa yer yuzining atigi 7% ni egallaydi. Qit'aning maydoni taxminan 10 million kilometr kvadratni tashkil etadi. Yevropada taxminan 750 million kishi yashaydi. Monakoda mamlakat fuqarolariga kazinolarda o'ynashni taqiqlagan. O'rtacha umr davomiyligi boshqa mintaqalarga qaraganda yuqoriroq. Yevropada Rojdestvo va Pasxa bayramlari faol nishonlanadi. Eng yirik piva festlar Yevropada bo'ladi. Ispaniyada buqa janglari va fiestalar bo'lib turadi. Niderlandiyada Qirol kuni milliy bayram hisoblanadi. Islandiyada ko'plab vulqonlar mavjud. Shvetsariyada Alp tog'larining eng yirik muzliklari joylashgan.
Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Finlandiyada minglab ko'llar mavjud. Shvetsiyaning ayrim hududlarida odamlar sonidan ko'ra ko'proq kiyiklar yashaydi. Ispaniyada tabernas cho'li mavjud. Fransiyaning janubida lavanda va uzumzorlar o'sadi. Avstriya va Shvetsariyada tog' turizmi rivojlangan. Gretsiyada qariyb 6000 ta orol mavjud. Yevropa futbolning vatani. Shaxmat butun Yevropada mashhur. Yevropa mamlakatlarida eng zich yo'l tarmog'i mavjud. Eng ko'p aeroportlar Yevropada uchraydi. Monakoda oddiy aholiga qaraganda ko'proq millionerlar yashaydi. Vena shahrida Yevropaning eng qadimiy qahvaxonalari bor. Finlandiyada eng ko'p sauna mavjud. Yevropa dunyoning eng ko'p sayyoh tashrif buyuradigan qit'asi. Eng bahaybat xalq gollandlar hisoblanadi. Finlandiya Nokia kompaniyasi bilan mashhur. Shvetsariya pishloq va shokoladi bilan mashhur. Finlandiyaliklar har kuni qahva ichishadi. Yevropada ko'plab ikki tilli mintaqalar mavjud. Opera Italiyada paydo bo'lgan. Yevropa avtomobillar vatani hisoblanadi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!